Mana bu odam Ernesto Che Guevara. Bu argentinalik marksist-inqilobchi, harbiy nazariyachi va bu odam Kuba inqilobida asosiy rolda bo'lgan. Men bu siyosatchi haqida ko'p narsa bilmayman, lekin bu siyosatchini bir iqtibosi mening hayotimning shioriga aylandi. Buning ajoyib gapi bor. If you cannot call wrong as wrong, you are at the last stage of slavery. Ya'ni agar sen xatoni xato deya olmasang, ya'ni noto'g'rini noto'g'ri deya olmasang, sen qullikning eng oxirgi bosqichidasan deydi. Ya'ni bu iqtibos har doim haqiqatni aytishga undaydi. Agar bu iqtibosga ko'ra hisoblaydigan bo'lsak, dunyoda 90% odam hali ham qullardek yashayapti. Ya'ni atrofimizda bo'layotgan narsalarni ko'ramiz, xatoligini bilamiz, lekin bu xato qilayotgan ishing xato deb, noto'g'ri deb ayta olmaymiz. Chunki o'zimizdan yuqoriroq bo'lgan elitadan qo'rqib, noto'g'rini sen noto'g'ri qilyapsan deya olmaymiz. Va Ernesto Che Guevara buni qullikning oxirgi bosqichi deb ataydi. Shuning uchun haqiqatni aytishdan hech qachon qo'rqmang. Noto'g'rini noto'g'riligini aytmasak, noto'g'ri ishlar, xato ishlar atrofimizda ko'payib boraveradi. Ko'ryapmizki, noto'g'ri ishni aytmay qo'yganimizdan keyin hokimlar uyimizni ichigacha kirib boryapti. Atrofingizda bo'layotgan noto'g'ri ishlar, adolatsizliklarni ko'rsangiz, sen noto'g'ri qilyapsan deb aytishdan hech qachon qo'rqmang. Salomat bo'ling.